Assalomu alaykum hammaga. Mana yana bitta maydon. Imtihon markazi bilan bir xil. Startdan boshlaymiz. Obzor. Startda to'xtaymiz. Mana mashqda kamar, hamma narsa, xavfsizlik kamarlarini to'g'irlab olamiz. Bakovoylarni tekshirib to'g'irlab olasizlar. Burilish ishorasini chapga yoqib boshlaymiz. 16 minut daqiqa beradi. Orqa balon start chizig'idan o'tganda o'chiramiz. Ikkinchi mashqimiz piyodalar o'tish joyi. To'xtash chizig'idan 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada 3 sekund turib harakatni boshlaymiz. Uchinchi mashqimiz tik balandlik 12%lik. Bu yerda ham to'xtash chizig'idan 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtaymiz. 3 sekund turasizlar. Orqaga ketib qolmasdan harakatlanish kerak. Yaxshi. 30 santimetrgacha ketib qolsak, orqaga 20 ball jarima, 30 dan oshib ketsa 100 ball. Tushishlar bilan burilish chapga bo'ladi. Birinchi burilishdan keyin CD chapga bo'ladi, kirib ketmanglar, keyingi ko'chaga kirasizlar. Mana chiziqqa yaqinroq kelib borilasizlar. Yoningizda CD yo'nalish bo'ladi. To'rtinchi mashqimiz xavfli burilishlar. Sariq nazorat chizig'ini bosib qo'ysak 20 ball jarima, oqi 100 ball. Bu yerda sekin mana bakovoy chizig'idan o'tganda yaxshi. O'rtaga to'g'irlaymiz. Xohlasanglar to'g'ridagi chiziqqa yaqin kelib yoki mana bakovoy chizuvdan o'tganda buraverasizlar. Yaxshi. Harakat o'ngga, tartibga solingan chorraha. Keyingi mashqimiz 5-mashq. Svetoforga ishorasi qizil ekan. Bu yerda ham 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtaymiz. Agar 1 metrdan uzoq to'xtasanglar 5 ball jarima, nomeri, tumshug'i, banferi chiqsa oq chiziqda 100 jarima ball. Harakat to'g'riga ekan, birinchi chorraha. Yashil ishora yonganda harakatni boshlaymiz. Keyingi mashqimiz 6-mashq ilon izi bo'ladi. Yashil ishoraga yuramiz. Belgiga ahamiyat beringlar, harakat o'ngga ekan. Mana mashqda eslab qolamiz. Yerda yotiq chiziqlar ham bo'ladi. B toifa o'ngga degan marhamat. B toifa birinchi kirishga ekan. Narigisi CD bo'ladi. Adashtirib qo'ymanglar. Ilon izi xavfli burilishlar 6-mashq. Sariq nazorat chizig'ini bosib qo'ysak 20 ball jarima, oqi 100. 2 minut beradi bu mashqimizga. Ulgurmasak 2 minut ichida qaytaramiz. 15 jarima balli beradi. Mana devorga yaqin yursanglar, bu yog'inglar bosmaydi. Menga yaqin, kengroq burilib chiqasizlar. Bu yerda yo'l beramiz agar burzovoy chiqib qolsa. Tartibga solingan chorraha, ikkinchi chorraha. Harakat to'g'riga ekan. Qizil ishora ekyapmiz. Taqiqlovchi 1 metrdan ko'p bo'lgan masofada to'xtasak 5 ball jarima. Hozir yaxshi. Mana shu chorrahalarda belgiga ahamiyat beringlar. Harakat to'g'riga do'qdi. Keyingi mashqimiz hovliga kirish va qayrilib olish mashqi. Imtihon markazida ham birinchisi yuk avtomobil, avtobuslar o'ngga boradi. Kirmaysizlar, kirib ketsak 100 ball jarima. Keyingisi burzovoy avtobus to'g'riga deganiga kiraveramiz. Bo'sh bo'lsa, bo'sh ekan. Kiramiz. Band bo'lsa orqada ikkita bo'ladi, o'shanisiga olib kirasiz. Bu yerda iloji boricha o'rta roda kiringlar. Nimaga o'rta roda? Mana bu tomon bosib qo'ymasligi uchun kiryotgan. Sariq chiziqqa yaqinroq kelasizlar. Bu yerda iloji boricha. Lekin tumshug'i chiqib ketmasin. Orqaga harakatlanamiz. Mana garajga kirmoqchimiz. Sekin bu yerda oldi orqa qilsa bo'ladi agar sig'mayotgan bo'lsa. Bu yoq tomonimiz yaxshi. Oldimiz yaxshi. Bu yoqqa qaratamiz. Yaxshi. Tekis bo'lganda to'xtaymiz. To'g'riga qarasanglar, tekis bo'lganda to'xtaysiz. Rulni to'g'irlab, orqa balonimiz oq platformani ustiga chiqishi kerak, qalin chizuvni ustiga. Agar bosmasdan chiqib ketsanglar, jarima 20 ball.
Bu mashqimizga ham 2 minut beradi. Ulgurmasak 15 jarima ballini beradi. Chiqib ketamiz endi. Bokovoy chizuvdan o'tadi burasini. Bokovoy chizuvdan o'tdi ozgina buraverasiz. Harakat o'ngga ekan, bu yoqda chapda transport vositalari kelayotgan bo'lsa yo'l beramiz. O'ngga yuramiz. Mana shu chiziqqa yaqin kattaroq burilsanglar, bu yoq tomoninglar ochilib keladi. Endi orqaga burilganinglarda orqa tomonida ham ikkita parkovka mashqi bo'ladi. Kirib ketmaymiz, chunki boshidagida bajardik biz. Mana yuk avtomobil, avtobus to'g'riga bitta garajimiz. Mana yana bitta garajimiz, yuk avtomobil, avtobus to'g'riga kirib ketmaymiz. Naryoqda bajardik. Endi chorrahaga chiqamiz, tartibga solingan chorraha. Mana bu chiziqqa yaqin kelasizlar, buraverasizlar. Mana shu chorrahani eslab qolamiz. Chapga deyapti, ko'pchilik shu yerda to'g'riga o'tib ketadi. Miltillab qoldi svetofor, mumkin emas. Bu yerda ham to'xtash chizig'ini oldida 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtaymiz. Belgiga yana diqqatinglarni chorlayman, marhamat, chapga ekan. Bu yerda burilish ishorasini yoqasizlar, yoqmasanglar jarima 5 ball. Shu chorrahani eslab qolinglar, iltimos, ko'pchilik to'g'riga o'tib ketib qoladi. Yashil ishorada yuramiz. Hozircha qizil. Nariga chorrahadagi svetoforga ahamiyat bersanglar ham bo'ladi. Imtihonda bor shu. Yashil yonda harakatni davom ettiramiz. To'g'rida transport vositalari bo'lsa, o'rtaga chiqib yo'l beramiz. Gurzovoy bo'lishi mumkin, avtobus yoki B toifada Cobalt'lar topshirayotgan bo'lishi mumkin. Endi temir yo'l kesishmasi ekanmiz. Tartibga solinmagan temir yo'l kesishmasi. Bu yerda ham stop znak oldi, majburimiz to'xtashga. To'xtash chizig'ini oldida 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtaymiz. Yaxshi. 3 sekund turamiz. Keyingi mashqimiz tezlanish bo'lagi. Tezlanish bo'lagida talabi kirib olgandan keyin tezlikni oshiramiz. 20 dan oshirsak bo'ldi, 40 dan oshib ketmasa bo'ldi. Mana kirdinglarmi, uje oshiraversanglar bo'ladi. Oshirib, ikkinchi uzatmaga olasizlar. Mana chap qo'ldek uchburchak orolchada o'tasiz. Endi uzatmani birga qaytaramiz. Agar mana belgigacha ulgurmasanglar birga qaytarishga 25 ball jarima. Keyingi mashqimiz falokat sababli to'xtash, avariyniy zona ekanmiz. Mana shu burchakdan boshlab mana shu yo'lni oxirigacha xohlagan joyida beradi. Men bu yerda og'zaki beraman, u yerda mashinada. Avariyniy holat, to'xtaymiz. Sirena ishlaydi. Vev qilib. 3-4 sekundda o'chadi. Avarikani o'chirasizlar, keyin harakatda davom ettirasizlar. Oxiri 11-mashqqa kelyapmiz, yollama parkovka mashqi. 3 ta parkovka bo'ladi mana. Bitta, ikkita va boshida 3-inchisi. O'rtadiga olib borsanglar qulay bo'ladi. O'rtadiga olib boramiz. Mana uzuq chizuvni ham bosib qo'ymaysizlar, 100 ball jarima beradi. Saruni bossangiz oldi ballon bilan. Iloji boricha bu yerda o'rtada ozgina o'nroq kirasizlar. O'rtadagi garajni tanladik. Bokovoylardan ko'rinadi. Orqa balonimiz oq chizuvni oldiga kelgani. Yaqinroq keldik. Endi boshlaymiz. Rul garaj tomonga buramiz oxirigacha. Bu yoqqa qaratamiz. Mana balonga qarang. Ichkari burchak ko'ringanda to'xtaysizlar. Oq burchak, bu sariq birinchi burchak. Yana yuraveramiz. Oq burchak ko'ringanda to'xtaymiz. 2 minut beradi bu mashqimizga. Ulgurmasak 15 ball jarima. Oq burchak ko'rindi. Rulni to'g'irlab, to'g'ri endi sariq chizuvni orqa balonimiz bossin. Bosdi. Endi rulni chapga burasizlar. Oxirigacha bu bokovoyga qarab ishlaysizlar. Maqsad ikkita orqa va oldi 10 balonlarimiz oq chizuvni ustiga, oq platformani ustiga chiqish kerak. Yaxshi, bo'ldi. Sariq nazorat chizig'ini bosib qo'ymasin. Chiqib ketamiz endi. Oxiri chorraha, tartibga solingan chorraha.
Yana eslataman, chorrahalarda belgiga ahamiyat beringlar. Buyuruvchi belgi qat ketsa o'sha yerga yuramiz. Bu yerda ham to'xtash chizig'ini oldida to'xtaymiz, taqiqlovchi svetofor ishorasiga. 1 metrdan ko'p bo'lmagan masofada to'xtaymiz. Belgiga qarab qo'yamiz. Erinmanglar. Men yodlab olgan bo'lsanglar ham yo'nalishni belgidan so'ranglar. Hayajonda yo'qolib qoladi. O'sha xotira deyiladi, yo'linglar. Svetofor yashil. Pavorotni yoqdik. Burilish ishorasini o'ngga. Mana endi o'ngga, oxiri chalg'iydigan joyimiz. SD yo'nalishga kirib ketmaysizlar. Oxiri chorrahadan o'ngga yurganda birinchi ko'cha CD. Nimaga? Ular ham yo'llama parkovka mashqini bajaradi. Biz narigisiga kiramiz. Kirib olamiz, rulni to'g'rilaymiz, tekis qilib olamiz. Keyin burilish ishorasini oxirida o'ngga yoqasiz. Bu men harakatni tugatyapman degani, finishdan to'liq o'tamiz. 4 ta joyda burilish ishorasi yoqish shart. Chapga startda, 3-chi, 4-chi chorraha va oxiri finishda o'ngga. Hop, ma'lumotimiz foydali deb bilamiz. Kimga kerak bo'lsa yetkazib qo'yinglar, erinmasdan oxirigacha ko'ringlar, foyda beradi. Rahmat hammanglarga, sog' bo'linglar.